Aziz ustozlar, ayyomingiz muborak bo'lsin. Gulberishni unutmadingizlarmi? Va men bugun meditsinskiy psixolog bo'yicha sizlarga konsultatsiya beradigan Rohila Zahirjonovna yana keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz. Umida.uz kanalini kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Sizlarni bugungi 1-oktyabr ustoz murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Hammangizni, faqat ustozlarni deganda murabbiylar maktab sohasi, oliy ta'lim sohasi emas. Chunki bizlar ham ota-onalar ustozmiz farzandlarimiz uchun. Men vrach, meditsinskiy psixolog, psixoterapevtman. Bugundan Xudo xolasa Umida.uz kanalında Umid Apkam bilan birga ishlashni niyat etib turibman. Xudo xolasa sizlar meni Umid Apka kanali orqali va o'zimizni shaxsiy kanallarimiz orqali kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sizlarni yana bir marta Gayam bayram bilan tabriklayman.